Bu yoqqa keling Sodiq aka. Qani ichkilar? Kimniki? Yo, telefon. Kimniki? Yoz nimani ustida, yostiqingiz ustida. Joylar yig'ilgan-ku televizorda oldi. Ana shu telefon qolib ketdi. Shuni olib chiqib bering Xudoga. Assalomu alaykum Instagram ahli, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Jigarlar, biz 3 yil oldin mana shu 3,5 yil oldin mana shu uyni qurib bergandik YouTube'dagi obunachilarimiz va Talimarjon xalqi bilan birgalikda tez kunda xudo xolasa yana yangi loyiha boshlaymiz YouTube kanallarimizda va Instagram kanallarimizda. Xuddi oldingidek seriallar bo'lib chiqaveradi. Komil bilan kelganmiz, usta do'stimiz, 1-sinfdan 9-gacha o'qigan sinfdoshim, xudo xolasa birgalikda boshlaymiz. Assalomu alaykum Instagram ahli. Zo'rmisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana Meron oshnamiz 3,5 yil oldin tugatgan loyihasini ko'zdan kechirgani keluvdik. Ahvollardan xabar olgani. Nasib bo'lsa kutib tursanglar, juda ham chiroyli katta loyiha yana boshlaymiz deb turibmiz. Sodiq aka. Siz ham o'zim ko'tarmasam bu safar ko'tarolmay qolibsiz-ku. Zo'rmisiz? Sog'. Ko'tarolmay qolibsiz-ku, tamom bo'libsiz-ku. Qanday uy? Qadrdonlar, xudo xolasa uylar chotga turibdi. O'sha payt qanday topshirib ketgan bo'lsak, shunday turibdi. Yana bir marta aytay, Talimarjon xalqiga kattakon rahmat. Mana shu uy boshlanganda kim 2 xalta sement topadimi, tosh topadimi, nima topsa olib kelib, obedlar qilib olib kelib, rosa podдержка qilishganda, xudo xolasa, tez kunda yana shunaqa loyihani boshlaymiz. Podдержкаga tayyor bo'lib turaylik yerlar. Ichkarilarni bitta ko'rsatib o'tay operator. Qanday topshirib ketgan bo'lsak, shu turibdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas.